Olca Qandaqçay. Salam dostlar, bugün vədimiz boyunca İli Dərya Körükünün ixcham tarixiy paranlardan anglaymiz. Şinjandagi tunji zamonaviy ko'rik va ilining belgi xarakterli qurilishi İli Dərya birinchi ko'riki g'o'ljiliklar uchun nurg'un go'zal eslamalarga guvochi ham yulduz kabi chaqnagan bebaho go'hardir. Bu ko'rik 1959 yil yasalgan bo'lib, İli daryosining ikki qirg'og'idagi birdan-bir quruqlik yo'li edi. 1975 yılı Polat çıvıqlıq beton qo'sh egmi ko'rik qilinib, Şinjandagi tunji zamonaviy ko'rik aylandi. O vaqtdagi ko'rikning umumiy uzunligi 300 metr. 9 arka qo'sh egmi qurilmaliq bo'lib, yer yuzi kengligi 8,5 metr edi. 2017 yılı bu ko'rik qaytada yangilanib, umumiy uzunligi 1164 metr. Asas ko'rikning uzunligi 366 metr uzartib, qo'sh yo'linishlik 6 avtomobil yo'lini bo'lib, umumiy kengligini 26 metrga kengaytgan. Hem daryo bo'yi bog'chisimi ul aslarlarini mukammallashtirib, nurg'un sayohatchilarni jalb qildi. Bu ko'rik İli daryosidagi kechki quyoshni tomosha qiladigan, butun manzarani suratga oladigan eng yaxshi joy. Bu go'harning tarixiy ahamiyati bo'lsa, Şinjandning tunji zamonaviy ko'riki bo'lish sifati bilan İli daryo vodisining solchilar davridan zamonaviy qatnashqichi bo'lgan o'zgarishlarga guvochi bo'lib, rayon taraqqiyotining muhim simvoli bo'lib kelgan. Kam qolgani bo'lsa, ayrim xona qoldirib qo'ying, tang o'ginayli. Kelasi sonimizda G'o'ljidagi eng qeri buvoq daryo o'g'lining ixcham tarixiy hikoyalaridan huzurlanamiz. Rahmat.